Hey, what's up everyone? Inglizlan kanaliga xush kelibsiz. Darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda ranglarni o'rganamiz. Ranglar esa ingliz tilida colors deb ataladi. Demak, bir chekkadan ranglar ingliz tilida qanday atalishini o'rganamiz. Qizil, red, ko'k, blue, yashil, green, sariq, yellow, qora, black, oq, white, to'q sariq, orange, pushti, pink, binafsha, purple, jigarrang, brown, kulrang, gray. Ranglarni ingliz tilida aytilishini, talaffuzini qayta o'zingiz takrorlang. Shunda ularni bemalol yodingizda saqlab qolishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa ular bilan birga so'z birikmalari va gaplar tuzishni o'rganamiz. Misol uchun, rangga ot, ya'ni kim nima so'rog'iga javob bo'luvchi so'zlarni qo'shgan holda so'z birikmalari yasab ko'ramiz. Bu holatda A va N artikuli rang va otdan oldin kelishining sababi o'sha otning birlikda ekanligini bildirish. Ya'ni ko'pgina shunday narsalardan biri degan ma'noni anglatish hisoblanadi. Misol uchun, qizil avtomobil desak, a red car. A artikuli bu mashinaning birlikda ekanligini bildiradi va u rangdan oldin keladi, ya'ni sifatdan oldin ishlatiladi. A red car. Agar ko'plikda bo'lganda bu red cars bo'lardi. Ya'ni shu qizil mashinadan, avtomobildan ko'p bo'lganda. Keyingi so'zimiz. Bu nima? Ko'k qush. Ingliz tilida esa a blue bird. Bu ham agar bu yerda ko'pgina qushlar bo'lganda, ko'k rangli qushlar bo'lganda blue birds bo'lardi. Keyingi so'z birikmamizni esa o'zingiz tarjima qilib ko'ring. Yashil olmalar. Olma nimaligini siz bilasiz. Ingliz tilida yashil so'zini qo'shgan holda yashil olmalar deb ko'plikda ayting. Green apples. Davom etamiz. Endi esa the artikulni qo'shgan holda ham so'z birikmasi tuzsak bo'ladi. Bu yerda misol uchun Amerikada Qo'shma Shtatlardagi Oq uy binosini oladigan bo'lsak, Oq uy binosi mashhur bino bo'lgani uchun the artikl bilan qo'llaniladi. Ingliz tilida bu the White House bo'ladi. Endi esa keling gaplar tuzamiz. Ingliz tilida gaplar tuzib mashqlar qilishda davom etsak, tekst, ya'ni matnlar ham tuza olish qobiliyatiga erishamiz. O'z fikrimizni ravon bayon etishni boshlaymiz. Misol uchun bu suv osti kemasi va uning rangi sariq. Demak, bu sariq suv osti kemasi deylik. Bu deyishimdan sabab o'tgan darslarimizda bu anavi so'zlarni qanday atashni o'tgandik. This va that birlikda, these va those ko'plikka nisbatan qo'llanilar edi. Endi esa tarjima qiling. Bu sariq suv osti kemasi.
This is a yellow submarine. This is a yellow submarine. Ha, o'sha mashhur Beatles guruhining Yellow Submarine qo'shig'i kabi. Keyingi gapimiz. Bular nima? Dori, ya'ni tabletkalar. Ingliz tilida tabletka pill, a pill bo'ladi. Bular ko'k va qizil tabletkalar deb ataydigan bo'lsak, ingliz tilida qanday bo'ladi? These are blue and red pills. These are blue and red pills. Ha, bilganlar o'sha Matrica filmidagi ko'k va qizil tabletkalarni eslashdi. Uzoqdagi obyektga nisbatan gapirib ko'raylik. Anavi pushti pantera. Tarjima qiling. That is a pink panther. That's a pink panther. Anavi qora panterami? Savol berib ko'raylik. Is that a black panther? Is that a black panther? Albatta, Marvel kino olami muxlislari qora panterani tanishdi deb o'ylaymiz. Keyingi gapimiz. Bular oq atirgullar. Tarjima qiling. 3 2 These are white roses. These are white roses. Xuddi shu alfozda barcha ranglarga o'zingiz so'z birikmalari yoki gaplar tuzib qaytaring. Misol uchun nima deyish mumkin? Qora kostyum, oq futbolka, sariq kraska va hokazo shunday ranglarni ishlatgan holda lug'at orqali so'z birikmalari tuzing va o'zingiz qaytaring. Shu orqali bemalol ranglarni ishlatib gaplar va matnlar tuza oladigan bo'lasiz. Darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, uni do'stlaringiz bilan ulashing, videoga like bosing, Ingliz Learn kanaliga obuna bo'ling va video izohidagi havola bo'yicha donat qiling. Albatta, bundan umid qilish qiyinroq, chunki hali hech qancha video chiqarganim yo'q. Shuning uchun hozircha mayli Ingliz Learn kanalimga obuna bo'ling. Video ostidagi izohga nimalarni tushunganingiz yoki takliflaringiz bo'yicha izohlaringizni yozing. Iloji boricha sizning izohlaringizni javob berishga harakat qilaman. Ko'pchiligingizning izohingizga javob bera olmadim. Bundan buyog'iga faol bo'laman degan umiddaman. Barchangizga rahmat. See ya.